o'g'rilik, faqirlik sababidan bo'ladi. Millat ne moliga mahfuzdi va ne joniga mahfuzdi. Ro'zi ro'shan, ya'ni ko'rinib to'xtagan pillasiga ustingizga mustaqim hamla qiladi. Ulardan qo'rqmaydi. Nima uchun? U och kishi otasini tonimaydi. Ikkinchisi qutto'i tariq, ya'ni rohzan, yo'lda urmoq. Xudo va Rasulning oldiga peshham qilasiz, har chiki yig'langan oldiga qat'an sizga muhtoj bo'lmaydi. Nima uchun? U faqirdi, ochdi. Shu asosdan ustingizga hamla qiladi. Do'stlardan bittasi qissa qildiki, vaqtiki men ham bor edim dedi, hofizi Qur'onda o'g'rilar bizlarni ushlardi, masir yo'lga, qutto'i tariq, rohzan edi. Hamma narsamni olib kelaverdi, kissamdan meni bir Yosin sharif chiqdi. Men mutojji bo'ldim, aytdim dediki, shu pullarimni olibdi, shoyat Yosin sharif chiqqanlik jihatdan pulimni pas qaytarib bersak-ku, bu hofiz ekan, olim ekan. Yosin chiqqandan sonra meni shunday qo'liga ushladi, aytdiki, qorijon, bu Yosin bizlarni urgan, och biz, ustingizdagi jokatingiz ham yongan ekan, shuni ham chiqarib bering. Ustimdagi jokatimni ham chiqarib oldi dediki, ba'diziki Yosin sharif Qur'on qissamdan chiqqandan sonra. Qimor o'ynamoq, sud, muomalai sud, mardak och qolibdi, ochlikdan ana endi bu nima qiladi? Qo'liradiki, valo sud bo'lsa bo'lsin, 1 lak afg'oningga 6 oydan sonra seni 1 lak 20 ming qilib beraman. Bering sohib menga deydi. Nima uchun? Ochman, xonavdan bo'layapti hozir. Hazrat Payg'ambar Islom sallallohu alayhi vasallam shu asosdan panoh tiladirki, Allohumma inni a'udhu bika minal faqr va minal kufr va minal qillah va minal zillah. Xudoyo sendan panoh tilayman faqirlikdan. Faqirun muhtoji, boshqalarga qilmagin hech kim meni. Nima uchun? Faqirlikdan fas manzari ko'p xatarda. Kadal faqru an yakuna kufra. Yana bir hadislari bor, aytdilarki, qaribdiki faqirlik nima bo'lsa? Kufr bo'lsa. Ya'ni bu ma'no sabab bo'ladi insonni kofir bo'lishligiga. Allohning ne'matlarini boshqa bandalariga ko'rsa, faqir kishi Allohdan shikoyat qiladi. Alloh taologa yomon gumonlarga boradi. Ey Alloh, ko'zing falonimediki, falonini ko'rasan, meni ko'rmaysan. Faloni bandaymisan, men bandang emasmanmi? Noshukurlik, nosifoslik dar qiboli maslahatoy Robbil alaminga nimadir? Kufrdir. Xudo fano bersin. Hech goh Qur'on va hadisga faqirda Alloh taolo yaxshi degan emas. Hazrat Umar Faruq roziyallohu ta'ala anhu aytdilarki, "Law kana al-faqru rajulan laqataltuhu." Agar faqirlik inson bo'lsa edi, ya'ni bir jismdor bo'lib kelsa edi damimga, laqataltuhu, har oyna o'zim nima qilardim dedilar? O'ldirardim dedi. Qur'oni azim shanga sarmoyani, doroyini, dunyoni fazl deganda Alloh. Va idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ey musulmonlar, zamoniki ibodati Xudoy pokdan sizlar forig' bo'ldinglarmi? Namozlaringdan forig' bo'ldinglarmi? Endi wabtaghu min fadlillah. Zamini ilohiga tit bo'linglar va Allohning fazlini talab qilinglar, oqtaringlar. Fazli Alloh nimadi? Sarmoyadir, doroyidir, dunyodir. Buni sizlar talab qilinglar deydilar. In taraka khayranil wasiyya. Boshqa bir joyga keladiki, Alloh Taol matn Qur'onga dunyo va sarmoyani xayr degan. Agar bir kishiki dunyodan ketsa, agar tark qilib ketgan bo'lsa deydi, xayran nimani? Xayrda. Xayr nimani aytadi? Dunyoda, doroida, do'konda, zaminda, sarmoyada, pulda. Alloh Taol Qur'onga xayr deydi. Agar sarmoyasi bir kishini bo'g'iday bo'lsa, behtarin ibodatgoh tuzatiladi, masjid. Madorisda tuzatiladi. Dorilifoz tuzatiladi. Behtarin maktab tuzatib beriladi. Ashaddan niyozi zarurati bo'lsa jamiani, shifoxona tuzatib beriladi. Va bu shifoxonalarga hamkorlashiladi. Yo'l tuzatiladi. Ko'prik tuzatiladi-ki, millat qiyinchilikka qolib yotgan bo'lsa, bular hammasi barakati nimadan bo'ladi? Sarmoya va doroydan. Lihozo Qur'oni azim shanga faqirni va g'ariblikni Alloh xayr degan emas.